Assalomu alaykum, hurmatli boshimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonov, sizga kichkinagina murojaatimiz. Samarqand shahar Xalqlar do'stligi ko'chasi Baraka mahallasidan. Buni qarang, juda vahimali. Mana suvlarni qarang, polni mana shu yerlargacha mana suv bosib ketgan, mana qarang. Kimga murojaat qilaylik? Samarqand shahar hokimiga ham yozgan edik mana. Aholi qarang, nima qilishimiz kerak? Kimga murojaat qilishimiz kerak? Aholi qarang. Juda mashinalar yurolmayapti mana. Kimga murojaat qilishimiz kerak? Biz 3-4 marta murojaat qildik. Mana bu yerga katta ariq ketgan, ariqni tozalamagan, yo'qdan. Ariqni tozalamayapti. Ovolantirishga telefon qilgan biz, yurt tozalanovlarga, suv idora nimalariga mana. Polni mana bu devorlar yiqilib ketgan. Kimga murojaat qilishimiz kerak? Mana aholini qarang. Aytishimiz kerak. Mana aholini qarang, mashinalar cho'kib ketib, mana mashina bilan ana yoqqa devorlar yiqilgan haylo. Kimga murojaat qilaylik? Hurmatli yurtboshimiz, hokimlargami? Kimga?